ko'chadan bitovoy dorilar sotib olib, uydagi kalamush sichqonlarni yo'qotsa bo'ladimi? O'zi u narsalar ishlaydimi? Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Ko'pchilik ko'chadan dorilar sotib oladi va natija ololmaydi uy sharoitida o'zi ishlatib. Nimaga unaqa bo'ladi? Ko'pincha dorilar uy sharoitida ishlatmoqchi bo'lgan odamlar to'g'ri ishlatishni bilmaydi. Ya'ni shu kerakli joyiga qo'ymaydi yoki bo'lmasam kam miqdorda qo'yadi. Shuning uchun ishlamaydi. Ikkinchidan o'zi buni xavfli tarafi bor. Uyda yosh bolalar bo'ladi. O'sha yosh bolalar o'sha narsalarni olib yeb qo'yishi mumkin. Yoki og'ziga solib zaharlanib qolishi mumkin. Shuning uchun yosh bolalarni qo'li yetmaydigan joyga qo'ygan yaxshi. Undan keyin o'sha dorilarni qo'yganingizdan keyin juda ham ko'p dorilar kalamush sichqonlar kelib, yegandan keyin uy ichida tiqilib, dimlanib o'lib qolishi mumkin va bu sasib keyin sizga noxush holatlar olib keladi. Undan ko'ra siz o'sha bundan oldingi videoda aytib o'tganimizdek kley bor. O'sha kleyni olib, ikkiga bo'lib, o'sha aytganimizdek o'rtasiga kelishki chips qo'yib, kalamush sichqon chiqayotgan joyiga zichroq qo'ysangiz, u srazu effekt beradi va o'sha kleyga yopishgandan keyin srazu olib tashlaysiz. Agar sizga video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, tanishlaringizga yuborib, like bosib qo'ying. Undan tashqari bizani kuzatishda davom eting. Shunaqa qiziqarli videolarni qo'yib boramiz.